Assalamu alaykum, tordaşlar. Yaxşımısızlar? Bugün azraq naq meydan qilib qo'yish zarur bo'ldi. Yaqindan beri menga ovozga elish to'g'rimi, hada degandek savollar jiq keldi. Men to'g'ri deb javob berdim. Sababi bizning qonunimiz yo'q, bizning advokatimiz yo'q, bizning mustaqil davlatimiz yo'q, bizning qonun sistemamiz yo'q deb jiq qaqshaymiz. Muşu men çıqqandan beri deyli, yoki men onun bunun işlerini hal qilib berish jarayonida deyli, bir ikki odamning misolini olay bu yerda. Sizlarga tunishliq bo'lgan Tug'luq Hamidnikini de olay. Tug'luq Hamid meni izlagan chog'da isboting bormi deb so'ragandim. Sababi men uning ishonmaganligimdan emas. Bir odamni qoyil qilishingiz uchun isbotni ko'rishingiz kerak, isbotni bilishingiz kerak. Ondan keyin bu odamning keynida turaymi, turmaymi degan narsalarga o'zingiz qaror ola olasiz. Men jiq odamlarga meni izlagan vaqtida voy palonchi, voy po'kinchi, isbotingiz bormi? Men bir ko'rib baqay, anglab baqay deyman. Sababi sizni qo'ygan odam o'ylab beqing tenib olganlik uchun yoki buni inkor qilganlik uchun yoki qandaqlardir bir sabablardan buni qaytarmaydi yoki lavzida turmaydi degandek ish. Ne cho'nglarni ko'rganman. Ne cho'nglar shu zamonda ovozni qaytarib oladi. Men tilga olmoqchi at qolganini so'zlayman. U boshqa tema bo'lib ketadi ekan, o'ylab baqsam. Shuningga shu nelarning ichidagi ma'lum birsini tilga olay. Şu adam bana bir ovozni so'zlab bo'lib, keyindili juvatdi. Juvitib man demedim deb turib oldi. Chunki biz har qanday bir ovozni men nimani yakunlab chiqdim desanglar, bir odam menga o'zligidan izladi meni, ovoz bor. Uni boshqa yerga yo'tkib yetib turib anglayman. Bo'lmasa, tenib oldi ekan juvatgandikinlar. Anadaki ma'lum birsinikini tenib olgan vaqtda o'zining ovozini o'ziga ivatib bergandim. Apla deb es qo'yib ketdi. Ashunda bo'lgan. Sizlar o'ylab beqinglar, kongressda, Amerika kongressda yoki boshqa davlat o'rinlaridagi ba'zan bir uchur yoki o'zining topshirgan materiallari, hujjatlarini deyli, uni to'rdan yuvitamaydi. Endi Oqsaroyga oqish qistan yoki kongressga oqish qistan Onundan başqa vaqtida shu demaydi. Bu narsadan iniq yiziqliq. Torlarda ma'lum bir sotlar to'g'riliqmi, har qanday bir uchurlar iniq yiziqliq bo'ladi. Ma sot ichilmoqchi degan o'xshash. Yoki mavu manda yerda mandaq narsa deb turib o'lchamlik bir nimalar bor. Yiziqliq uchurlar bor. Shuning uchun ovozga elishni men xato deb hisoblamayman. Sababi debbadim abaydan talay tenib olganlarni ko'rgan. Anadaki ben ikki narsani tilga olay. Birisi ma'lum bir davlatda, Yevropada emas, ma'lum bir davlatda birsininki dadasining oldidan olib chiqib ketib, chet elga o'zining sodasiga selayotgan bir bola 3 yilgacha maosh olmagan gap. Qo'sqinada beqib. Ondan boshqa maosh olmagan gap. Voy, dadangning oldidan olgandim, dadangga qaytarmadim. Bu işləvatqan adam əmgək toxtamı kim bilən boldu? Ma bala anın işləvatsa dadanğa qaytırmadım. Əgər də vətən içilğici oğa arlıqda bunun pulunu bu yeməmdə, xotunağa adam pul işlətməmdə degan məsələ var. Şunu olan isbatın varmı desəm biz toxtamlaşmağan dedi. Avazı varmı desəm avazını ayalım elivağan dedi. Hə deb durub ayalınınki ayalı elivağan avazımı evetkendikin anadikin. Sen de kimga desang da? Men bermayman. Dadangga berma deb turib olgan ovozlari menda bor dedi. Deb turib ovozni evatgandikin, men uni anglab aralashdim. O'zim bevosita telefon urdim elqalanga. Ursam degan duduq buduq qilib, "Voy, men urmislar. Men degan Xitoy garajlarni. Men beray" dedi. Ondan keyin qancha kunda bersa desam, bir haftaning ichida bermadi. Yo'q, 3 kunda bersa dedim. Desem qo'pib berdi. Bergandikin balaning xo'shallig'i, ayolning xo'shallig'i qaynopamdan olgan bir mo'j pullarni qaytardik deb. Shuning bilan bu ish to'g'ri e'lon qilinmayla hal bo'lib ketdi. Agar isboti yo'q bo'lsa, men ishonmagan bo'lardim bu balaga.
Agar bir odamning isboti bo'lsa, ya ovozliq yoki yozma deysiniz, yozma hujjatlarga kuttik qistirib qo'ymaydi, tinib oladi undaq hujjatlarni. Undaq ishlardan talay ko'rganman. Voy, 1 millionlik sodalari bilan nim qilgan, ne ishlar bor. Eylik keramat shular degandek birlarininki borkan kulib ketgandim. Mushuncha olajaq qazinglar, mushuncha olajaq ilm beriminglar bor. Odam ajab xotirjam o'tira oladi ekansizlar to'g'ri degandim. Bu birini deb berdim. İkincisi, eliqi bir suda tunjiqib qolgan, qachoq yo'lida tunjiqib qolgan bir bolaninki masalasi kelgan chog'da bu baribir bu bola o'lib ketdi. O'lib ketgandan keyin bu yerlik elish degandek ishlarda shundoq bir to'solg'ular bilan berib, oxir ashuni hal qilib yerga qo'yib qaytib keldi. Ashundan keyin bu o'lib ketguchininki hadisi men xalqdan qazilib turib, enimni yo'lga solgandim. Shuning uchun men pulni aslida men qaytarib berish kerak bu qachoq dedi. Degandan keyin hujjat bormi desam, yo'q dedi. Onlarga arlıqlarni men aralashsam degan cho'ng so'zlaydi. Andan keyin bir kuni ayolga tasodifilikdan bir ovoz yo'llabdi. O yo'llagan ovozni menga yo'llaverdi. Shuningga tayinib o'tirib, sen men pulni qaytarmasang, andan keyin qanday bo'lganini bilasan dedim. Ayolni tahdid qilib, voy men seni so'litib o'taman, yey Turkiyada. Oqib o'taman, yey ko'qib o'taman deganlarni hammasini yig'ib turib, shuning bilan bu pulni qaytardi. Andan keyin bu ish tugadi. Asli yo'g'aroq bir misol olsun, ibrat olsun deb to'rda chiqarg'im bordi, lekin o'lguchininki, hadisininki talabiga asosan bu ishni chiqarmadim. Shuningga ovozni elish degan gap cho'qim to'g'ri. O'zingizni qo'g'dinishninki bir xil usuli, chorasi bu. Agarda mening ovozimni deyman, mening ovozimni bir yerlarda qo'ysa, u bu qiz kesmay, har qanday vaqtda saqlasanglar bo'ladi deb turib deyman. Anadagi ba'zan ovozlarni anadagi o'zim to'g'ri qo'yib yotganlarim bor. Agar bir yerlar uchib yurguncha menla qo'yib o'tay deb turib qilganim bor. Har qitimda deydiganim gapida turmaydigan odamlar qartilgan. Agarda inglizcha ahvolingiz yaxshi, kompyuter ahvollaringiz yaxshi, mundaq bir bolalar bo'lsanglarmi, uchur yig'ishqa chevar bo'linglar. Chaqqan bo'linglar. Rasmga tortish, anarki ba'zan ulanishlar bilan saqlash, ba'zan hujjatlarni tushirib olish deganlarda bizga yordamlashsanglar bo'ladi. Bu vatan davosi bir yolg'iz, yana bir sarxil deb o'zini sarxil deb atab vatanni setayotganlarga mansub emas. Vatanning egisi vatanda, vatanning sirtidagi xalqmi, shu vatanning egisiga bir chorasiz Uyg'urga ovoz bo'lishimiz kerak. Biz lider kerak emas. Biz o'zimiz lider emas. Har vaqt deydi, biz sizning to'pingizga qo'shilgan bo'lsak, qo'shilsangiz bo'ladi. Biz erkin bir topdagi kishilar, birimiz boshlig'imiz emas. Hech qaysimizning boshlig'i emas deb turib javob berdim. Andan keyin bir yerdan shundoq bir birisi mushtaq dedi menga. Xoin degan gap akilatmisiz g'oyinib qopti vada deganda uningga ati kirma dedi. Ras, xoin degan gap akilatmisiz g'oyinib qoldi. Shuning uchun mit qilmaydi. Shuning uchun o'z biladigan til bilan ashini atamasak bo'lmaydi. Bu bir. Ikkinchisi pitnixo'r deydi, sizlarni deydi. Ras gap qilganda pitnixo'r deydi. Umi bizning akilatmisimiz g'oyinib qoldi hozir. Kulkitimiz. Abayla birsiniki yezib qo'ydim. Ay! Ras gap qilmanglar, pishni bo'ldi deb. O'zaro ashundaq kulkilik gaplar bilan o'zimiz shunday aktiv energiya bilan yashaymiz. Chunki biz xato yo'lda emas, durust yo'lda, durust ishni qilsangiz qo'rqmaysiz. Kim ishni ursin qo'rqmaysiz. Men qonundan qo'g'dinish uchun nihoyat yaxshi puxta tayyorlikdagi turayotgan ayol. Men advokatni ish chiqqanda izlamayman. Her vaqt advokatim bor. Her ayda topshiradigan pulim bor. Shuningga har vaqt har qanday so'zlar bilan biz har qanday ishlarda hamkorlashib taqvib o'ltiramiz. Sababi o'zimni qo'g'dash uchun. Ikkinchisi, masalan, kamera o'rnatish. Uylarda kamera o'rnatishlik bizni. Sababi yanada qo'g'dinish. Biz xalqni kameraga olmaymiz. Mening uyimga kelsangiz yoki sirtda deganda atroflarda kamera bekitish boshqalarni qilish emas, o'zingizni qo'g'dash uchun. Qonunli qo'g'dinish uchun har ishlarni o'rinlashtirsangiz bo'ladi. Bu hargizmi ovoz elish, o'ti ma degan mundaq. Agarda sen durust bo'lsang,
Levzingda tura alaydigan inson bo'lsang, nima qo'rqsa ovozini elishdan? Men ma'lum tashkilotchilarniki meni izdeganlarniki ovozini o'ziga deb qo'yma. Oxirda sen meni izleding, men seni izlamadim. Sen meni izleding. Mening ma'qulligimni olmaytib, menga telefon urding. Telefonimni deb ovoz urding. Undaqkan men sening ovozingni oldim deb qo'yma. Voy qo'yatmisizlar. Voy munda bo'lmasin. Yo'q, qo'yatmayman. Bir kunlarda sen tenib olgancha qo'yib o'taman. Buning sharti bor. Talay men savol qo'ygan, men nim qilgan insonlarni tenib olgan chog'da qaytirib olgan ovozni o'ziga ivatib qo'ygan. Men unda demadim degan vaqtda ivatib qo'ysam, apla deganlarning ichida talay insonlar bor. Ash apla degan ovozlargacha borman. Men isbotsiz bir narsaga hargiz kirmayman. Men shu zulxumarg'ima shundoq degan. Sizni tillagan insonlar sizni o'zi izlab tilladi. Shuning uchun ovozni ovoz bitimcha, sözünü söz bitimçe resim tartib ap qo'yib saqlashni o'rganing qizim dedim. Meningcha ko'ryapti. Mushundaq maydon. Har vaqt deydiganim o'zinglarni qo'g'danglar. Sizlarni tillagan odamlar o'zininkini juvitib sizning qaytarma so'zingizni ap qoladi. Shuning uchun ovoz ap qo'yinglar, saqlab qo'yinglar deyman. Anadagi guvochilarni deydi. Dangliq guvochilar. Dangliq guvochilarning dangliq so'zlari bor. Xuddi yolg'on so'zlash osonmi? Yolg'on yig'lash osonmi? Qanday qilamiz? Deb turib degan ovozlarim shunda yaxshi saqlab. Onodagi o'zi qaytirib oldi ekan. Qaytirib olgan ovozlarni qaytirib berishdan ilgari bizning do'stlarning birdek tutayotgan pozitsiyamiz cho'qim yo'tkib o'tisiz. Yo'tkib o'tib anglang ovozni. Shuni bir kunlarda millatning qarshisiga chiqib qolganda, millat uchun ziyon yetkazganda bu ovozlar bir isbot bo'lib ishlatildi deb turib shunday qilamiz. Bu javobim. Jiqla ovoz qoladi ekan xotin. Voy bunda qiladi ekan xotin. Ovozni qo'yib ekan xotin. Sen agarda o'zingning ovozingga ishonching bo'lsa, nima qo'rqsan? Ovozlar sening bir yalang'och videoning bilan yalang'och rasmingni qo'ymadim to'rga. Sening faqat o'zingning ovozing. Ovozingga ega bo'lamisan, tenib oladigan nelar bor? Masalan, talay da'vogarlar bor, tenib olgan. Ovozini turmaq, yuzini mi tenib oladigan tursa, voy men Xi Jinpingni demadim. Xi Jinping o'rilsa, bunda hukutadi demadim. Men bunda demadim deb turib, ana chiqarib qo'ysangiz ham qilmay jimit o'tirib oladigan. Nasadin Japan tushganlardagi o'xshashli ish bir kechada yo'qolib ketadi, g'oyib bo'ldi. Kollektiv g'oyib bo'ladi. Ba'zan bir oymush yaqindan beri dedi, sizning shu xoinlarga yoki da'voning beshida petiqlab o'ynayotganlarga qo'ygan savolingiz jiq odamlarni rahatsız qilgan bo'lsa-mu, mustaqilchilar jimjit bo'lib ketdi degandi. Shularning o'zidan so'ranglar dedim. O'ylamagan yerdan bir javob chiqdi degandi. Alloh rozi bo'lsin dedim. Ko'rib chiqdim. O'ylamagan yerdan bir sado chiqibdi. Ko'rib chiqdim, yozmasini ko'rdim, ovoz nemisini angladim, suhbatnimi Alloh rozi bo'lsin dedim. Shu qarindishimizdan. Yana mi deydiganim, qarindoshlar, o'zingizning haq huquqini qo'g'dimisiz, qaysi da'voni qilsiz? Dushmanga yiroqda. Xoin biqiningizda. O'lganlarga esilib olgacha ma tiriklarninki javobini olmamsiz, savol qo'yamamsiz. Meyli qandaq çapancılar çıksın karşımı udulumu çıkalsıysa. Her vakit. Qağında ət sözleyme. Şunun için qeyrindaşlarım ispat yığış, uçur yığış, ulunuşı bilen yığış. Eğer de İngilizce ahvalınız yaxşı, meyli aşı qaysı dövlətlər boğan bolsanız aşı yerlik aşı dövlətsiz duruvatqan dövlətlərninki uçur ambarlardaki uçurlarninki ulunuşunu yığış, resimge tatib ediş məsələn bizge kerekliklərninki. Bəzən adamlarning nərslərini, anadikin vicdan azabı tatqanlar var. Bana bir hafta ilgari birisi izledi. Men bak vicdan azabı tatib barmadı. Mening do'stligim yo'q bir inimiz. Ne bo'ldi desam, manda ishni men bildim. Bu palanchi manda qilganlar, bular palanchi yerda pokunchi bizni ko'plab taqib bergan to'g'ri. Sizni hamda Alloh rozi bo'lsin, hamda vicdanınız olsunmu?
Uyg'unibdi dedim. Lekin ovozimni qo'ymadim. Yo'q, ovozingizni qo'ymayman dedim. Mushundaq ahvollar. Agarda vatanda rostli qarindoshlaringiz bo'lsa, rostli bir yerlaringiz ko'ysa, nima deb xoinga tog'dan yeshil chiroq yondirib bersiz? Nima deb mushu da'voning petixlab o'ynayotganlarga savol qo'ysak, haq yo'lda turmaysiz? Men jiqla dedim meni. Ba'zan bir ekranlarga chiqib so'zlasangiz-chu deb. Yo'q dedim. Sababi maydoni aniq bo'lmagan odamlar bilan men paranglashmayman. Gap qilish fursati bermaydi, mumkin emas u. Chapanchilar mumkin emas sizningki boshqa bir yerda undaq qilishi. Geli bog'liq ishlarga men hargiz o'yin qatorida nim qilmayman. Shuning uchun cho'qim ekranimga chiqish kerak deganini shart qildim. Sababi savol tayyor. Savol allaqachon tayyorlanib bo'lgan. Isbot bilan shu savolni menga javob berish kerak dedim. Yana nima deydiganim? Isbotingiz bo'lsa, hech qanday yerda zuvansiz qalamaysiz. İçinizden ketmeysiz. Ispatlık bulun, bu özünüzü qoğdaşның birden-bir usulü. Bu davada mı esqatıdı, özünüzün şəxsi hayatını mı esqatıdığın bir iş. Yani en ahırda yeni bir misalını etip vereyim. Məlum bir dövlətdə özünün ata-anasını yaxşı baxmagan, biz ata-anamızla görüşəməy, ölüp getdi saxları hayat buluş mümkün, lekin biz paranlaşmagan halat doğandikin, muşundaq bir eçişkan azaplıq yaşayotgan vaqtlarımızda ata-anasını açıqqan bir xanımның özünün erinin aldığı ata-anasını patquzanmağanlıq bir işi oldu. Şu vaqtida mı mening ovozimni yo'tkapli qo'ying shu xonimga dedim. Agarda ota-onangni u yerga bu yerga boqqiz qiynatang o'g'ichinimi yaxshi boqolmasang, mushundaq u yerda bu yerda so'rilib qolsa, men to'g'ri rasvoringni chiqarib o'taman deb turib, shunda ayni ovozim evet qo'yinglar dedim. Shuning bilan qisdi. Ota-onaga qaramagan bola qandaq bola bo'ladi dedim. Sizlarning duolaringlar qandaq duolarga dedim, yo'ginib o'ltirib ota-onanglarga qaramaydigan deb turib, unimi deb qo'ydim. Shuningga deydiganim, har vaqt gapida turmaydigan insonlarning cho'qim ovozini elinglar, so'zini rasmga tortib elinglar. Bu bek muhim. Agarda vatan davosiga asqatadigan, ziminimizga asqatadigan mushundaq uchurlar bo'lsa, cho'qim ulanishi bilan saqlab elinglar, bizga kerak bo'ladi. Her vaqt, her uchurlar bilan ta'minlayotgan qarindoshlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Agarda millatimizni o'ynab, setib, yeb, petiqlayotganlarning Alloh balosini versin. Allah'dan şundaq bir tilaymanki, ba'zan odamlar qasam qilishga shunda usta. Bana bir insan şunda bir qasam qilib bergandi. Men atilik qog'inni so'zlay. Shuning uchun ovozga elish faqat o'zingizni qo'g'dash uchun, millatingizga foyda yetkazish uchun ham o'ylab yiqing. Bizning qonunimiz yo'q. Isboting bor. Shaxsan menmi tonimaydigan odamdan isbotingiz bormi deb so'rayman. Isbotingiz bo'lmasa biz qanday sizga ega chiqamiz? O'zingizga qanday ega chiqsiz? Bu bek muhim masala. Bu gerçi naiti amalsız, çaresizlikte bo'ladigan ish bo'lsa-mu, mushundan cho'qim foydalan. Bo'lmasa zamonimizning siytnovchisiga aylanib qolasiz. Rahmat sizlarga.